Tinglovchilar, bugun milliy sertifikat savolining 4-sini ishlaymiz. Demak, mana shu tenglamani yeching deb berilgan. Birinchi nima qilib olamiz buni? Mana bu yerdan yozamiz. Modulda x kub minus 2x kvadratni yozishimiz mumkin. Modulda x kvadrat juft bo'lgani uchun daraja 4 modulda x plus 3 teng 0. Buni yana yozib olishimiz mumkin. Modulda x kub minus 3 modulda x kvadrat plus modulda x kvadrat. Bitta modulda x kvadrat qo'shib ayirib oldik. Minus 4 modulda x plus 3 teng 0. Ana endi mana bu ikkalovidan, mana shu ikkalovidan modulda x kvadratni qavsdan chiqarsa nima qiladi? Modulda x minus 3 xo'p plus mana bu ko'paytuvchiga ajraladi. Modulda x minus 3 hamda modulda x minus 1 bu teng 0. Ikkalovida ham umumiy ko'paytuvchi modulda x minus 3 borligi uchun qavsdan chiqarib olsak, modulda x kvadrat plus modulda x minus 1. Mana shu teng 0 qoladi. Endi men mana bu yerda modulda x ni t deb belgilab olsam nima hosil bo'ladi? T minus 3 t kvadrat plus t minus 1 teng 0. Bundan t teng 3ligi kelib chiqadi. Mana bu kvadrat tenglamani yechamiz. Diskriminant topsak 1 plus 4 bu 5 ga teng bo'ladi. T'ni birinchi, ikkinchi qiymati minus 1 plus minus ildiz osti 5 taqsim 2. T'ni birinchi qiymati minus 1 plus ildiz osti 5 taqsim 2. Ikkinchi qiymati minus 1 minus ildiz osti 5 taqsim 2. T deb biz modulda x oldik. Modulda x mana bu minus bo'lgani uchun bu bizda yechim bo'la olmaydi. Endi misolda nima so'ragan? Tenglama nechta manfiy ildizga ega? Manfiy ildizi yo'q. Mana t'ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, modulda x teng 3, x teng plus minus 3. Keyingisida x teng modulda x teng minus hamda qilib yozsak 5 minus 1 taqsim 2. Bunda ham xuddi shunday. X ni qiymati plus minus ildiz osti 5 minus 1 taqsim 2. Demak, bizda so'raganda nechta manfiy ildizi bor? Ikkita manfiy ildizi bor. Ikkita. Bizda tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Haqiqiy ildizlar yig'indisini topganimizda mana bu 0 deb beradi. Xo'p, bu ham 0 deb beradi. Javob 0 bo'ladi. 0 ta.